Yana sizga qo'shimcha qilyapman. Jigarni iloji bo'lsa, shu mol jigarini tanlab, qassobga borganda so'rab, surishtirib oling. Toza, sog'lom molni jigari bo'lsin. Sog'lom molni jigarini olamiz. Iloji bo'lsa, qizil piyozmi? Oq piyoz bo'ladi, uzunchoq bo'ladi oq piyoz, plus yoki siyoh rang piyoz bor. Bularda uglevodlar, mikro elementlar juda ham ko'p bo'ladi. Iloji boricha piyozni ko'proq solib, paxta yog'ida qovuramiz. Jigarni ham 50% qovurib, juda ham qovurib, shashlikdagi kuydirib yubormaymiz. Iloji bo'lsa, seli bilan qolsin. Mana sizga ham zreniyangizga ham yaxshi bo'ladi, ham kamqonlikni uy sharoitida davolab borasiz. Qo'shimchasiga yana ertalab 3 ta 4 ta yong'oq iste'mol qiling. 2 ta 3 ta arab finik xurmodan iste'mol qiling. Mana sizga xudo xolasa tanangizga ham gemoglobin ko'tariladi, ham zreniyangiz yaxshi bo'ladi, ham kamqonlikni uy sharoitida davolaysiz.